Selamünaleyküm hürmetli obunachilarimiz. 2009 yilda ishlab chiqarilgan Crele kapotunda kraskasi bor, zanglari ishlangan Nexia 1.6 Donus mashinamizning bahosi arzonladi. Ten narxi 35 million so'mga tushdi. Kimga qiziq bo'ladi bo'lsa, mashinamiz Qo'shko'pir avtoliderida sotuvda turadi. Motorlari avtol yemaydi. Ishlari akkuratli, normal, qimmat chexollar qo'yilgan. Metani hamma narsalari bor. Bahosina keladigan bo'lsak 35 million so'm. Fakat lekin naq pulda bo'ladigan bo'lsa, kredit bo'ladigan bo'lsa 36 million so'm. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Qo'shko'pir avtoliderida sotuvda turadi. 24 soat ishda odam bo'ladi. Kelaverasizlar, savdolashib, xohlasangizlar egasi bilan ham gaplashtiramiz. Agar qaytadigan bo'lsa, bizlar ham qaytaramiz. Bizlarga farqi yo'q. Primo ega bilan savdolashib olsangizlar bo'ladi mashinamizni. Mashinlarimiz ko'p. Agar kimda sotiladigan mashin bo'ladigan bo'lsa, aytgasangizlar sotib beramiz, sotib olamiz. Agar pulini kelishadigan bo'lsak, xullasi barter liboy savdodan bor. Kelaverasizlar. Xudo xolasa xalqimizga arzonroq mashin qo'yib berishda davom qilamiz. Agar like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanizlar, bundan ham arzon mashinalarni qo'yib berishga harakat qilamiz. Endi qaranglar, bunda bir Nexia mashinamiz. Bu mashinamiz tan narxi 50 million so'mda turadi. Naq pul bo'ladigan bo'lsa 45 million so'm bo'lsa berib beramiz. Yil 2009-yil mashin asujit bo'lgan, lekin bir yerinden degan yeri yo'q. Mashin ponni shumka. Vobshe o'ta go'zal holatda 135 ming kilometr yurgan, metani, bo'sh baloni, hamma narsalari tayyor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu mashinamiz ham sotuvda. Naq pul bo'ladi bo'lsa 45 million so'm olib ketishlaringiz mumkin.